Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda obunachilar. Mana bugun inshaalloh karlik baranlarimiz ikkita samka, ikkita samiz, ya'ni ikkita para Samarqand Urgutga chiqib ketyapti. Sog'lom quyonlarimiz inshaalloh juda go'zallari. Quloqlari mana tashlashni boshladi inshaalloh. Juda chiroyli, bunisi kattaroq. Obunachilarimizga ketyapti. Alloh barakasini bersin. Yaxshi kunlarga boqsin ilohim. Mana tumshuqlari, taglari toza. Mana buni tushirib yuboramiz. Tumshuqlari toza, taglari. Mana solamiz. Mana buni ham juda chiroylilari. Gold. Kimda голубой. Buni ham taglari, tumshuqlari toza. Samarqand Urgutga ketyapti. Chiroylilari ketyapti inshaalloh. Hozir o'zini ovoraylik. Mana tumshuqlari, taglari toza. Korobkaga mana korobkaga chiroyli qilib joyladik. Inshaalloh barakasini bersin. Kimga kerak bo'lsa mana nomerlarimiz. Albatta like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Alloh baraka bersin. Olganga ham, sotganga ham yaxshi yetib olsin ilohim. Hammani firmasiga baraka bersin ilohim. Mana inshaalloh quyonlarimiz Samarqandga chiqib ketyapti. Yukladik. Mana rezinkalari ochildi. Baraka topsin, yaxshi yetib olsin. Assalomu alaykum Nodirbek aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Mana nasib bo'lsa quyonchalarimiz keldi. Vodiydan Nodirbek akadan karlik baranchalarimiz yetib keldi. Xudo xolasa bilan 10 soat yo'l yurib Samarqand Urgutga keldi. Qabul qilib oldik. Holat yaxshi. Baraka toping Nodirbek aka. Yaxshi holatlar, Xudoga shukr, yaxshi yetib keldi. Mana bular ham nasib bo'lsa inshaalloh. Mana bular ham sherga. Qolachasi ham bor. Nodirbek aka, rahmat sizga. Mana yaxshi yetib keldi inshaalloh. Alloh barakasini bersin.